Ko'rolmaydigan ichi qora insonlar bor. Ularni o'zgartirish mumkinmi o'zi? Bilmadim-u, unaqalarda shajarasi shunaqa bo'lib kelgan. Ularga ketkazgan vaqt uvol bo'ladi. Bitta she'r ham bor-ku, o'zgalarning yutug'ini ko'rib, hasaddan yuragi poralar. O'zi yemas, o'zgaga bermas, salom sizga ichi qoralar. Hech qachon to'xtamang chaynashdan, g'iybat o'chog'ida qaynashdan, to'xtamang yomonlab sayrashdan, gazni bosing chiqoralar. Omad kulib boqsa bizlarga, alam qilyaptimi sizlarga? Davleniy ham oshib 200larga, battar bo'ling ichi qoralar. Kovlashda eng zo'r o'zingizda, sehrli cho'pcha bor qo'lingizda. Bo'ldi-da endi, qo'yingizda, tuzalarsiz ichi qoralar. Sizga g'iybat shuncha shirinmi, ko'rolmaslik yoki irimmi? Insonning, odamning bir qadri bir tiyinmi? Hadis o'qing chiqoralar. Ko'rolmaslik darddir bedavo. Hozir ko'p tarqalgan bu vabo. Mayli bir kun topilar davo. Yaxshi bo'ling ichiqoralar. Orqadan chaynaydi nomardlar. Yuziga aytadi chin mardlar. Burgutdan qocharlar kalxatlar. Nomardmisiz ichi qoralar? Qalbi pokka, yuragi tozaga berarkan Alloh. Ko'rolmaslik bu katta gunoh. Hoziroq deng astagfirulloh. Tuzaling-da ichi qoralar. O'zgalarning yutug'ini ko'rib, hasaddan yuragi poralar deydi. O'zi yemas, o'zgaga bermas, salom sizga ichi qoralar. Ichi qoralarni tuzatishni bilmadim. Ular hasad qilgani bilan o'zidan boshqa hech kimga zarar yetkaza olmaydi. Faqat o'ziga ziyon.